Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan HSK, ya'ni Hanyu Shuiping Kaoshi Xitoy tilini bilishni aniqlaydigan imtihon haqida gaplashamiz. Demak, biz bu mavzu haqida gaplashishimiz uchun bizga nimalar kerak bo'ladi? Bizning bugungi mavzumizning maqsadlari nima? Definition of exam, Kaoshi Dingyi, ya'ni imtihon haqida ta'rif olamiz. Shamching Fangshi, qanaqa qilib imtihonga registratsiya qilsak bo'ladi? Baoming Feiyong, registratsiya uchun to'lov qancha bo'ladi? Kaoshi Fangshi, ya'ni qanaqa qilib imtihon topshiramiz? Paper based, computer based, misol uchun qog'oz variantida topshiramizmi yoki kompyuterda topshiramizmi? Shu haqida bilib olamiz. Shi Yongzhen uchun kimlarga tegishli bu imtihon? Undan tashqari, qaysi saytdan registratsiya qilamiz? Baoming Bangjian. Kaoshi si shu, ya'ni bir yilda necha marta imtihon bo'ladi? Frequency of exam. Undan tashqari, bu imtihonga tayyorlanishimiz, o'rganishimiz uchun, ma'lum bir darajaga erishishimiz uchun bizga qancha lug'at kerak bo'ladi, grammatika bilishimiz kerak bo'ladi. Shu haqida bilamiz. Va eng oxirida Beykao Shuji he Jiaosai, ya'ni imtihonga tayyorlovchi imtihon materiallari, kitoblar haqida tanishib chiqamiz. Demak, birinchisi imtihon haqida ta'rif. O'zi imtihon qachondan boshlab, a, ya'ni hamma ommaga dunyo bo'yicha qo'llanish boshlangan, hamma imtihonga kirib, o'sha testdan a, o'zi o'z baholarini bilishni boshlagan. Demak, Hanyu Shuiping Kaoshi Jianjiao, ya'ni 1990-yildan boshlab birinchi marta bu imtihon olingan. 2009-yilda bu imtihon qayta yangilangan va dunyo bo'ylab mingdan ortiq HSK imtihonini oladigan markazlar mavjud. HSK imtihoni bu 6 darajadan iborat, ya'ni HSK 1 darajasi, ya'ni boshlang'ich darajadan HSK 6. Intermediate, advanced daraja deb, ya'ni C1, C2 deb aytishimiz mumkin. Lekin hozirgi kunda HSK 6 darajadan tashqari HSK 7, 8, 9 daraja ham chiqishni boshlagan. Bu aniq aytolmayman, bu butun dunyo bo'yicha deb, lekin Xitoyda, Beijing Yuan bu imtihon amal qilyapti. Misol uchun biz aytishimiz mumkin IELTS. IELTS qachondan boshlab? IELTS 1980-yildan boshlab shakllangan va o'shandan buyon a, hamma imtihonga tayyorlanuvchilar imtihon topshirib kelyapti. GLPT, ya'ni bu yapon tilini bilish darajasi haqida imtihon. Bu 1984-yildan boshlangan. Topic, koreys tilini bilish darajasi. Bu 1997-yildan boshlab talabalar bu imtihondan o'tib kelmoqda. Misol uchun 3-4 ta imtihonlarning farqi. Ya'ni bizga mashhuri bu IELTS. Misol uchun ko'p kishi orasida ma'lum TOPIK. Lekin HSK bu endi O'zbekistonga kirib, talabalar orasida mashhur, ya'ni ko'p kishi topshiradigan imtihonlardan biriga aylanib bormoqda. Demak, Xitoy tili HSK bilish darajasi bu asosan nimalardan iborat bo'lishi mumkin? Tinglidan yuedu, xiezuo va kouyu, ya'ni eshitish darajasini aniqlaydigan, yozish darajasi, o'qish darajasi, gapirish darajasini aniqlaydigan test va shu qismlarni o'z ichiga oladi. Va biz qanaqa qilib bu imtihonni topshiramiz? Imtihon shakli ikki xil bo'ladi. Asosan paper based, ya'ni zhibiye kaoshi. Ikkinchisi computer based, ya'ni jishuanji hua kaoshi. Ya'ni bittasi qog'oz variantida topshiriladi, ikkinchisi kompyuter variantida topshiriladi. Bular qaysi biri qulayroq deb aytadigan bo'lsak, albatta computer based test, ya'ni kompyuterda topshiradigan imtihon. Chunki siz har bitta hieroglifni bemalol dazi, ya'ni kompyuter klaviaturasida yozish orqali chiqarishingiz mumkin. Agar qog'oz variantida bo'lsa, har bitta hieroglifni, har bitta gaplarni qalamda yoki ruchkada yozishga to'g'ri keladi. Agar men qaysi birini yaxshi ma'qullayman deb aytsam, albatta kompyuter bestni tanlagan bo'laman. Va imtihon tarkibi, imtihon qismlari bu 4 ta qismdan iborat. Asosan eshitish, o'qish, yozish, gapirish. Tingli 部分、阅读部分、书面、写作部分、口语部分. Eshitish qismi. Asosan eshitish va o'qish qismida 40 tadan savol bo'ladi. Yozish qismida 2 ta qismdan iborat bo'ladi. Ma'lum bir 80 ta tekstdan iborat siz qisqacha essay yozasiz va bu HSK 1, HSK 3 dan HSK 4, 5 darajagacha amal qiladi. Lekin HSK 6 darajaga keladigan bo'lsak, bu 300 ta
ya'ni ozgina kattaroq essay yozishga majburmiz. Gapirishga keladigan bo'lsak, HSK1, 2, 3 darajada asosan ular sizga gap aytadi va siz uni qaytarasiz. Lekin HSK4, HSK5, HSK6 darajalarda siz birinchi qismida ular gap aytadi, siz qaytarasiz. Ikkinchi qismda esa ma'lum bir broadcasting, ya'ni radio eshittirishga o'xshaydigan ma'lum bir a, a, eshituv, ya'ni musiqa yoki nima deydi, audio qo'yiladi. O'sha audioni siz eshitib, o'zingiz tushunganingizni, ya'ni explanation bu yoqda qilasiz. Ya'ni tasvirlab berasiz. Misol uchun ma'lum bir axborot aytildi, o'sha axborotda nima haqida gapirildi, siz undan nimalar tushundingiz, o'shani o'z tilingizda aytib berasiz. Va uchinchi qismda ma'lum bir tekst beriladi va o'sha tekstni siz to'rtta tonga qo'yib, ya'ni fluently, ravon gapirib o'qib berishingiz kerak. Va oxirgi qism bu ayilishni part 2 qismiga o'xshaydi. Ular sizga ikkita test beradi va o'sha ikkita savol beradi va o'sha ikkita savolga ma'lum bir vaqt davomida, belgilangan vaqt davomida tayyorlanib javob berishingiz kerak. U ozgina fikrlash talab qiladi, kengroq, dunyoqarash kengroq qilib, bu imtihon part 2 imtihoniga tayyorlangandek ayilishda imtihonda, HSK imtihonda ham xuddi shunday tayyorlanishimiz kerak. Pass fail, ya'ni fen biya uchun necha ball olsam men HSK imtihondan o'taman va necha ball olmasam o'tolmayman, xuddi shu. Ya'ni HSK 3, 4, 5, 6 darajada HSK, ya'ni faqat yozish, o'qish, eshitish, 3 ala imtihon tarkibini, 3 ala sizni qobiliyatingizni bilish imtihoni asosan 300 balldan 180 balldan yuqori olsangiz, 300 balldan 180 olsangiz, siz albatta o'tgan hisoblanasiz. HSKK, ya'ni speaking, gapirish qobiliyatingizni aniqlaydigan test asosan 100 balldan 60 ball olsangiz, siz bu imtihondan o'tgan hisoblanasiz. Va HSK, 成绩有效期 sertifikatning amal qilish muddati asosan 2 yil, lekin ba'zi hududlarda, misol uchun Fransiyada bu 3 yil tashkil qiladi. O'zbekistonda bu 2 yil, Xitoyda ham 2 yil. HSK misol uchun 2026-yil 5 may oyida siz imtihon topshirdingiz va mana shu imtihon sertifikatini amal qilish muddati 2028-yil 5-maygacha, xuddi IELTS bilan bir xil. Va registratsiya qilish tartibi. Qanaqa qilib registratsiya qilsak bo'ladi? Shimching function. Demak, biz mana bu sayt, umumiy xalqaro saytga kiramiz va biz o'zimiz login qilamiz, registratsiya qilamiz. Agar registratsiya qilgan bo'lsak, login qilib, biz kirib, qaysi davlatda topshirishimiz, qachon topshirishimiz, paper based test yoki computer based testlarni aniqlab, ma'lumotlarimizni to'ldirib, registratsiyadan o'tishimiz mumkin. Registratsiya o'tish jarayonida 390 ga 567 ko'rinishda razmerdagi bizga rasm kerak bo'ladi. Undan tashqari bizani pasport ma'lumotlarimiz kerak bo'ladi. Shularni olib, imtihonda onlayn shaklda topshirsak bo'ladi. Imtihondan registratsiya o'tgandan keyin ma'lum bir muddat, ya'ni imtihondan 10 kun, 15 kun qolishdan oldin ular sizga mana shunaqa emailga yoki veb-saytda shunaqa ko'rinishda admission ticket, ya'ni imtihonga kirish uchun imtihon varaqasi bo'ladi. O'sha imtihonni siz imtihonga kirishdan oldin mana shu testni chiqartirib, print out qilib olib, imtihon markaziga borishingiz kerak. Undan keyin kimlarga ma'qul? Albatta, chet elliklarga ma'qul bu imtihonni topshirish. Chunki agar siz Xitoyda o'qimoqchi bo'lsangiz, ma'lum bir Xitoyda o'qish uchun grant yutmoqchi bo'lsangiz, misol uchun CSC, Zhongguojiang Fujiang Suijin yoki Yidai Yilu Jiang Suijin, bir kamar bir yo'l imtihoni yoki maxsus O'rta Osiyoliklarga mo'ljallangan imtihonlarni, Konfutsiy imtihondan o'tadigan grantlarni yutmoqchi bo'lsangiz, albatta HSK darajasi kerak bo'ladi. Asosan necha daraja orqali men grant tutishim mumkin yoki Xitoy universitetlariga kirishim mumkin degan savol albatta sizlarda tug'ilishi mumkin. 2023-yil Beijing Daxue statistikasiga ko'ra 80% dan ortiq xalqaro talabalar HSK4 orqali bakalavr darajasiga o'qishga qabul qilingan. Ya'ni agar sizda HSK4 darajasi bo'lsa, Xitoyda bemalol bakalavr darajasini olishingiz mumkin. Bu faqat bakalavrga kirish uchun kerak bo'ladi, lekin siz grant olishingiz yoki grant ola olmasligingiz va boshqa, ya'ni kriteriyalarga asoslanadi. Misol uchun siz volontyorlik qilganmisiz? Misol uchun siz GPA degan o'rtacha maktabdagi baholaringiz o'rtachasi, misol uchun universitetda agar siz magistraturaga kiradigan bo'lsangiz, universitetdagi o'rtacha 4 yillik baholaringiz, diplomni qanchalik darajada yopganligingiz, umumiy hammasi sizni xarakterlaringiz, boshqa professor, ustozlardan recommendation letter, ya'ni tavsiyanoma olishingiz hammasini o'z ichiga oladi. Va yana bitta narsani aytishimiz mumkin. Hayway Kongzi Suyun, ya'ni Konfutsiy universitetida o'qiydigan talabalar haqida 2023-yilgacha umumiy dunyo bo'yicha 548, ya'ni 500 dan ortiq Konfutsiy
instituti mavjud va o'shandan 62% talabalar, ya'ni Konfutsiy institutida o'qib, o'sha institutni bitirgan talabalar HSK darajasini qabul qilgan, ya'ni 62%dan ko'proq. Va ular umuman yana o'qishni davom ettirgan keyingi bosqichini va ba'zi talabalar esa ish topib, ma'lum bir yaxshi oylikda ishlagan. Bomi Feyon, ya'ni registratsiya uchun xarajat qanaqa bo'ladi, qancha pul to'laymiz? Agar siz Xitoyda o'sha imtihonda o'qiyotgan bo'lsangiz va imtihonga tayyorlanayotgan bo'lsangiz, HSK 1 darajasi uchun 150 yuan, HSK 2 uchun 250, 3, 4, 5, 6. Qarang, HSK 1 dan to HSK 6 darajasigacha qimmatlashib boryapti. Siz HSK 6 darajasini topshirmoqchisiz va 600 yuan 650 yuan bu HSK uchun, ya'ni uchta sizni qobiliyatingizni aniqlab beradigan imtihon uchun topshirasiz va oral test, ya'ni speaking imtihoni uchun ham alohida topshirasiz. Asosan speaking imtihoni uchta qismdan iborat bo'ladi: beginner, intermediate and advanced, ya'ni boshlang'ich daraja, o'rtacha daraja va umuman oliy daraja, advanced daraja. Uchalasi qanaqa qilib farqlanadi? Siz albatta HSK 1, 2, 3 darajaga topshiradigan bo'lsangiz, beginner daraja, ya'ni boshlang'ich darajaga topshirasiz va misol uchun HSK 2 darajaga topshirdingiz, 250 yuan HSK imtihoni va 200 yuan HSKK, ya'ni og'zaki imtihon qo'shilib 350 yuan bo'ladi. 450 yuan bo'ladi. Undan tashqari siz sertifikat uchun ma'lum bir miqdorda pul to'laysiz. Pochta qismiga ham pul to'lab, siz imtihonga topshirib, imtihondan bir oydan keyin shu natijani qo'lga kiritishingiz mumkin. Agar siz HSK 5 yoki HSK 6 darajaga topshirmoqchi bo'lsangiz, 550 yuan va 650 yuan bu HSK uchun topshirasiz va advanced darajadagi og'zaki imtihon uchun 400 yuan qabul qilib olishadi. Shunga tayyor bo'lib turishingiz kerak. Bu HSK imtihon xarajatlari edi. Hozir Bomin Bangjan, ya'ni biz qaysi saytlardan registratsiyadan o'tsak bo'ladi? Biz hammasi haqida deyarli ma'lumot oldik. HSK nima uchun kerak, kimlar uchun kerak, qanaqa qilib registratsiyadan o'tsak bo'ladi, qancha pul to'laymiz, endi qayerda biz registratsiya qilamiz? Demak, birinchisi Zhongguo Hanyu Shuiping Kaoshi Wang, ya'ni mana shu saytdan biz registratsiya qilamiz. Mana biz hozir men sizga o'sha narsani belgilab ko'rsataman qizil bilan. Mana shu saytdan registratsiyadan o'tsak bo'ladi. Men bu saytni havola orqali qo'yaman va siz shu saytdan bemalol kirib havola ustiga bosib o'tishingiz mumkin. Undan tashqari, agar siz Xitoyda bo'lsangiz, mana shu saytdan bemalol o'tib registratsiya qilishingiz mumkin, lekin men O'zbekistondaman. Menga bunchalik qiyin narsa kerak emas demoqchi bo'lsangiz, siz Konfutsiy, Samarqanddagi Konfutsiy instituti yoki Toshkentdagi, ya'ni Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti qoshidagi Konfutsiy institutidan registratsiya qilishingiz mumkin. Uchta sizga muhim saytlar. Buni bemalol saqlanib qilib, ya'ni saqlab olib, imtihon darajasiga tayyorlanish uchun foydalanishingiz mumkin. Xo'sh, endi biz HSK darajasi bo'yicha nechta so'z, nechta grammatika bilishimiz kerak degan savolga keyingi betda javob olamiz. Demak, chap tomondagi bu eski versiyasida, ya'ni eski variantdagi HSK talablari va o'ng tomonda bu yangi varianti, ya'ni 2026-yil yana qaytadan HSK imtihoni yangilandi. Endi biz bemalol ko'rishimiz mumkin. Yangi variant. Endi bizga eski variant kerak emas. Demak, yangi variantida HSK 1 darajasi uchun siz 300 ta so'z bilishingiz kerak. HSK 3 uchun 500 ta, HSK 2 uchun 500 ta, HSK 3 darajasi uchun 1000 ta so'z. Ya'ni HSK 3 bu A2 darajaga to'g'ri keladi. HSK 4 darajada 2000 ta so'z bilishingiz kerak. Ya'ni 2000 ta so'z bu har bitta so'z bitta hieroglif degani va HSK 4 dan boshlab o'rtacha daraja hisoblanadi. HSK 5 bu 3600 ta so'z bilishingiz kerak. Bu Zhongji, bu ham pre-intermediate darajasi hisoblanadi va HSK 6 bu C1 5400 ta so'z bilishingiz kerak. Bu intermediate darajasi deb aytsak bo'ladi. HSK 7, HSK 8 va HSK 9 darajasiga yetib olishimiz uchun albatta biz 3600 ta 5400 ta so'z bilishimiz kerak. Ko'rib turganingizdek, 10 mingdan oshiq so'z. Agar siz advanced darajasida, ya'ni native'lar kabi bo'lmoqchi bo'lsangiz, native speakerdek. Sizga sabr, menga ham sabr. Demak, keyingisi boshlang'ich daraja, ya'ni Chuji Si Hui Liang Yao Chu, ya'ni HSK ni misol uchun siz boshlang'ich darajada o'rganmoqchi bo'lsangiz, Ni hao, xie xie, chi fan, mana shu so'zlarni bilib, shu so'zlarni kundalik hayotda ishlatishingiz kerak. 涵盖日常生活、搞拼词、数、你好、谢谢、吃饭等基础表达. Mana shunaqa oddiy, ya'ni boshlang'ich language elementlarini, til elementlarini siz o'zingiz ifodalab berishingiz kerak. Ya'ni keyingisi 桌子、书、看、手, misol uchun 桌子 parta,
kitob, shu,看, ko'rmoq. 我看电影. Misol uchun, zov, 我要走路去上课. Man darsga piyoda bormoqchiman yoki sifatlab berishimiz mumkin. 这本书红色的，这本书大的、厚的、小的、漂亮的, yoki chiroyli, katta, kichkina, misol uchun, 大, katta, 红, bu qizil. Mana shu oson gaplarni o'ziz tuzib, kundalik hayotda ishlatishingiz uchun siz o'rtacha darajada bo'lishingiz kerak. Shu o'rtacha darajani talablari hisoblanadi. Elementary darajada misol uchun siz bozorga bordingiz. Misol uchun o'zbek xalqi, o'zbek talabalari judayam faol bozorda, judayam yaxshi ko'radi savdolashishni. 你好，阿姨，这个多少钱？那个多少钱？你怎么买的？请问便宜一点儿misol uchun. Bu qancha? Anavi qancha? Ozgina arzonroq qiling.讨价还价qilishadi. Misol uchun narxni savdolashishadi. Mana shu narsa kundalik hayotda kerak bo'ladi. Misol uchun, siz kutubxona qayerdaligini bilmaysiz. 图书馆在哪里? Misol uchun, ikkita tom bor. Mana shu so'zlarga, tonlarga e'tibor berishingiz kerak. Misol uchun, oshxonaga bordingiz. 服务员，请问 deyishingiz mumkin. Kechirasiz, saydani ko'rsatib yuboring, menyuni ko'rsating yoki 结账. Misol uchun, bizga bill bering. Misol uchun, biz ovqatlandik, bizga xarajatimiz qancha bo'ldi? Shu narsa. Misol uchun, siz restoranda o'tiribsiz. 我要吃米饭和红烧牛肉板面. Misol uchun, mana shunaqa narsani 饺子, tushvar yemoqchiman yoki lag'mon yemoqchiman. Shu narsani bemalol ayta olishingiz kerak. Bu elementary darajada. Misol uchun, sizdan ustozingiz so'raydi. 你学习什么语言? San qaysi tilni o'rganyapsan? Siz aytishingiz mumkin. 我现在学习汉语. Hozir men xitoy tilini o'rganyapman. Bu HSK1, HSK2 darajasining boshlang'ich bosqichi talablari hisoblanadi. Endi intermediate daraja, ya'ni o'rtacha darajada. O'rtacha darajada siz bemalol muloqot qilib olishingiz yoki maxsus boshlang'ich darajada ishlashingiz mumkin. Va 1200, 2000 dan ortiq so'z bilishingiz kerak. Va siz o'rtacha darajani 80% dan ortiq so'zlarni egallashingiz kerak. Umuman siz biror bir kitob o'qisangiz, deyarli 65% yoki 65% dan ko'proq qismini tushunishingiz kerak o'rtacha darajada. Bu yangi variantdagi o'rtacha darajada. Ya'ni eski variantdagi talablarga ko'rsangiz, siz o'rtacha darajada juda ko'p so'z bilmaysiz, lekin yangi darajada anchagina so'zni egallab, o'rganib, o'sha so'zni kundalik hayotda ishlatishingiz kerak bo'ladi. Endi advanced darajaga keladigan bo'lsak, 5000, 6000 ta so'z, hattoki 1000 dan 10 mingdan ortiq so'zlarni bilishingiz kerak. Misol uchun, HSK 9-darajada 11 mingta so'z. Taxminan 11 mingta so'z, ya'ni 10 mingta yivan duoshimsi, ya'ni 10 mingdan ko'proq lug'at bilib, uni kundalik hayotda ishlatishingiz kerak. Misol uchun, siyosat, 政治, politika, siyosatda ishlatishingiz kerak. 经济, iqtisodiyotda, misol uchun, 领域专业术语, misol uchun, siz maxsus o'zingizni sohangizda maxsus so'zlar bo'ladi-ku, terminlar, o'sha narsani bilishingiz kerak. Misol uchun, 全球化, misol uchun, mana shu so'zni bilishingiz kerak. Umuman keng ko'lamdagi ommaviy degan ma'noda keladi. Va o'sha advanced darajada siz 中国社会科学起干文章时的术语理解. Misol uchun, siz Xitoyni Xitoyni qanaqa ijtimoiy jamiyatdagi soha, o'sha ijtimoiy Xitoy ijtimoiy hayotdagi nima deydi? 我忘了怎么分析中国社会科学, ya'ni mana shu essaylarni, tezislarni siz analiz qilib, o'sha yerdagi terminlarni bilishingiz kerak. Ya'ni 市政研究, ya'ni siz aniq deeply, ya'ni chuqur research, ya'ni tadqiqot qila olish darajasiga yetishingiz kerak advanced darajada. Va siz madaniyat bilan tanishishingiz kerak va idiomalar, 成语larni bilishingiz kerak. Misol uchun, 画龙点睛, 相辅相成, 花蛇添醋. Misol uchun, mana shunaqa idiomalarni o'rganib chiqishingiz kerak. Misol uchun, 画龙点睛. Misol uchun, siz ustozning gapini shuncha eshitasiz, tushunmaysiz, lekin ustoz bitta gap aytadi, o'sha orqali tushunasiz. Misol uchun, 老师最后总结的一句话, 画龙点睛, 让我一下子明白了整篇文章的意思. Ustoz oxirida shunaqangi bitta umumiy gap aytdi. Bu xuddi o'rab, qolipga solib aytilganidek. Man shu qisqa daqiqada buni tushundim. Butun tezisni degan ma'noda ishlatishingiz mumkin. Misol uchun, keyingisi 相辅相成, 学习和学习相辅相成, 学习好才能学得更好. Misol uchun, ikkinchi idioma bu bir-biriga umuman moslashgan, umumiy uyg'unlashib ketgan. Siz birinchi A va ikkinchi B ni ajrata olmaysiz. Misol uchun, san qachon yaxshi o'qiysan, qachon san yaxshi dam olasan,
Bu bir-biriga bog'liq. Sen agar yaxshi dam olsang, sen yaxshi o'qiysan. Xuddi shunaqa ma'noda. Sen qachonki sog'lom turmush tarziga amal qilsang, sport bilan shug'ullansang, ovqatlaringni to'g'ri yesang, misol uchun sen sog'lom bo'lasan. Xuddi shunaqa ma'noda. 相辅相成. Va uchinchisi, 画蛇添足. 作文已经写得很好了，但最后又加了一大段废话，简直是画蛇添足. O'zi esseyni judayam zo'r yozgan edi. Lekin oxirida bitta bir arzimas, keraksiz gap qo'shdi va bu ilon chizayotgan paytda oyoqcha chizib qo'ygandek gap bo'ldi. Ya'ni ortiqcha harakat qilib qo'ydi degan ma'noda. Shunaqa idiomalarni bilib, o'z o'rnida kontekstga qarab ishlata olish, bu advanced darajadagi sizni levelingizni, sizni darajangizni bemalol ko'rsata oladi. Endi imtihon necha marta bo'ladi yil davomida? Imtihon asosan 3-oy, 6-oy, 9-oy va 12-oylarda davom etadi. 3-4 marta, 5-6 marta bu qit'aga qaraydi, davlatga qaraydi va viloyatga qarab farqlanadi. 准备 HSK 考试或学中文需要合适的教材。Ya'ni biz HSK imtihoniga tayyorlanayotgan paytimizda qanaqa kitoblardan o'qishimiz kerak degan savollarga biz keyingi videoda albatta javob topamiz. Qanaqa material, qanaqa kitoblarni o'rganishimiz kerak, qanaqa saytlardan foydalanishimiz kerak. Albatta keyingi videolarda ko'rib chiqamiz. E'tiboringiz uchun rahmat hammaga. Thank you for your attention, guys. 谢谢大家。下次见，拜拜。